Assalomu alaykum hammaga. Mana kanalimga, ya'ni Mazali taomnoma kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan ekran ortida g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda xursandman. Bugun shunaqa xamirlari qarsildoq bo'lib turadigan Napoleon shirinligini tayyorlaymiz. Juda mazali chiqadi, shunavering. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Video davomida ushbu shirinligimizning barcha sir asrorlari bilan qanaqa tayyorlanishi ketma-ketligini bilib olishingiz mumkin. Bismillah deb ishimizni xamir qorib olishdan boshlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi yog', suv hamda tuz kerak bo'ladi va 1 kilogramm un bilan birgalikda. Video opisaniyasida nima masalliqlar qanchadan ketishini albatta yozib qoldiraman. Avvaliga 1 kilogramm elangan unni to'g'richiga solib olamiz va ustidan 1 osh qoshiq tuz solib olamiz. Ustidan esa ko'p nuqtai temperaturada turgan iliq suv solib olamiz. Oddiy mineral suv solsangiz ham bo'ladi. Va ustidan yog' solib olamiz. Qaysi masalliq qanchaligini albatta video opisaniyasida yozib qoldiraman. Qo'limiz yordamida yaxshilab xamir qorib olamiz. Xamirimiz yumshoqqina holatda bo'lishi kerak. Agar siz to'g'richida xamir mushlashga qiynalsangiz, xuddi menga o'xshab stol ustiga olib mushlab chiqsangiz bo'ladi. Yaxshilab mushlab qorib olamiz xamirimizni. Tayyor bo'lgan xamirimiz xuddi shunaqa yumshoqqina ko'rinishda bo'lishi kerak va uni yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz selofan paketga o'rab. Yarim soatdan so'ng tingan xamirimizni olib jo'va yordamida yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirimizni shunaqa o'rtasidan puli shaklda kesib olamiz va margarinimizni plastilin holatida, ya'ni xona haroratida erilgan holatida shunaqa o'rtasiga solib olamiz va konvert shaklida o'rab olamiz xamirimizni. O'rab olgan xamirlarimizni 1 soatga xolodilnikda tindirishga qo'yib qo'yamiz. Bir soatdan so'ng sovutgichdan xamirimizni olamiz va jo'va yordamida buni ham yoyib olamiz.
Yoyib bo'lgan xamirimizni buni ham konvert shaklida taxlab, yana muzlatgichga yuboramiz. Xuddi shu ketma-ketlikni 4 martadan 6 martagacha amalga oshiramiz. Har yoyayotganimizda esa xamirimiz shunaqa yumshoq holatga kelib boradi. Va oxirgi konvert holatga keltirib borib olganimizdan so'ng xamirimizni ro'parasi 7 bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Shunda Napoleonimiz 6 qavatdan iborat bo'ladi va 7-inchisi esa ustiga sepish uchun kerak bo'ladi. Har bitta o'rab olgan bo'lakchalarimizni ham jiva yordamida bo'lib, shunaqa taxlab konvert shaklida qilib o'rab chiqamiz ularni ham. Ushbu o'rab olgan xamirlarimizni ro'parasi bir kun xavazlikda turish kerak bo'ladi, tinib olishi uchun va bir kundan so'ng olib bemalol pishiraversangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz muzlatgichga qo'yib, keyinroq tayyorlash uchun zagotovka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men esa hozir yarmini olib qo'ydim, muzlatgichga yarmini esa sizlarga tayyorlab ko'rsatib beraman. Xamirimizni shunaqa listga yupqa qilib yoyib olamiz. Listga hech narsa surish shart emas, umuman yopishib qolmaydi. Listimizni shunaqa orqa qismiga yoki agar xohlasangiz pergament qog'ozga ham bemalol yoyaversangiz bo'ladi. Shunaqa o'nlab qilsangiz joyingizga yopishib qolmaydi, osonlik bilan yoyib ola olasiz. Xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib chiqiladi listga va 180 gradusda 20 daqiqa davomida pishirib olinadi har bitta qavati. Endi esa Napoleonimizni kremini tayyorlab olamiz. Kremini hozir men yarim porsiya pishirayotganligim uchun yarim porsiya uchun ko'rsatib beraman. Agar siz bitta porsiya to'liq qiladigan bo'lsangiz, to'liq variantini qilsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda 200 gram sariyog' o'lchab olamiz. Yaxshi sifatli sariyog'dan foydalansangiz, yana ham mazali chiqadi Napoleoningiz. Sariyog'imizning ustidan 1,5 litr zgushannoy moloko quyib olamiz. E'tibor bering, 1,5 litrdan kam bo'lishi kerak emas, chunki Napoleonimiz quruq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir men yarim porsiya qilayotganim uchun ushbu qadoqqa yarmini solib olaman. Kremimizni vinch yoki mikser orqali yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. Bu orada Napoleonimizning xamirlari pishib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa qizillikda rangida bo'lishi kerak va har bitta qavatiga ayamasdan krem surib chiqishimiz kerak. Agar kremi kam bo'lib qoladigan bo'lsa, Napoleonimiz quruq bo'lib qolishi mumkin. Menda ushbu pirogim hozir yarim porsiya bo'lganligi uchun ro'parasi yarmidan bo'lib olib, o'lchagan holatda va ustma-ust qo'yib olaman. Shunda menda 6 qavatdan iborat yarim porsiya Napoleonim tayyor. Ustiga esa yarimta xamirni pishirib olib, maydalab, ustiga sepib chiqdim. Agar siz taom tayyorlashga yoki shirinliklar tayyorlashga qiziqadigan bo'lsangiz, albatta men sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki doim realni retseptlar bilan bo'lishib boraman va barcha sir asrorlarini aytib o'taman kontentlarimda. Va menga hozir eng yoqadigan joyi shunaqa tekis yuza bilan Napoleonni ustini bosib, shunaqa tekislash. Ovozi juda ham yoqadi.
Video yoqqan bo'lsa, albatta sizlardan like kutib qolaman hamda barcha savollaringizga kommentariy orqali javob berib boraman.